Assalomu alaykum obunachilar. Mana men 2 kundir quyoqxona qildim. Video qilishga vaqt bo'lmadi. Partnyorlar bilan buni pol taxta birli fanerni qilib qo'ydim. Yuksekadagi profil 6 cm, 3 cm. Buni birga bir qilib qo'ydim setkasini. Bu kichkinalik qildi. 1,5 ga 1,5 setka bo'lishi kerak ekan. Keyingisini shunaqa yasayman. Mana partnyorlari birli pol. Yuzlar shunaqa o'zidan chiqardi. 2,5 ga 2,5 setka. Xudo xolisi. Amlarni ishladim. Ikkinchisi. Endi buni hozir karmushkalarni yasayapman. Endi bugun payshanba 9-aprel 2026 yil. Endi ikkita qora qamish bilan bozorni olib kelganman. O'zim mana shu profillarni yasayapman. Endi karmushkalarini yasayapman. Xudo xolisi. Originalidan образец chizib qo'ydim. Bu lever, bu mamlakasi tushadi. Keyingisini mamlakasiga yasaladi xudo xolisi. Bu 1,5 ga 1,5 profil turburchi. Qalinligi 1,5. 1,7 ham bor, 1,12 ham bor buni. Quyoqxonamizni eni 60, uzunasiga 1,3. Mana bu setka bitta rulon setka 1,3 bo'lar ekan, 1,3 ga to'g'irlab qo'ydim. Balandligi 2 metr, ichi tayidan 7 cm ko'tardim. Mana bu patnasi turish uchun profil 1 cm tepada turibdi. Şimdi 7 profil 6 bo'ladi. Ko'tarildi. 8 dan aylantirdi to'rttaga. Menga shu udobniy bo'ldi. Endi pastiga erkak qamash kerak ekan, bu gnizdosini ichiga qaragani ozgina noqulaylik bo'lyapti menga. Bu engash bolasi ekanda bu. Bo'lmas ekan bu. Qarab bo'lmaydi endi. Nimaga bunaqangi deyapman? Hozir ana bitta fransuzskiy baradim. O'tgan kunlar olib keldim. Kecha bitta ham keldi-da bu. Mana Anjonni olib keldim. Bu tug'di, bugun tug'di, bir kundan keyin tug'di. Mana ichidagi bolasini olib qo'yishga, sanashga, xabar olib turishga u birinchi etajda gnizdo. Bunaqa qilar ekan. Ozgina qiynab qo'yar ekan, engash kirish uchun. Bu tepasiga bitta oyoq tagiga chelakni to'ntarib qo'yib, ustiga chiqimni qarasa bo'laveradi. Lekin birinchisi qiynab qo'yar ekan, yo bolalarni yo erkaklarni qo'yish kerak ekan. Shu ikkita degan bitta. Yo, endi asitga materiallarim bor. Ko'chadan kanallar qo'ydim. O'tlar o'rib, olib tashlab qo'ydim. Oyoq tagiga turibdi. Karam. Ko'rim. Real fit. Karomni ko'p berib bo'lmaydi. Bu o'tda ham ko'p berib bo'lmaydi. Qornini shirib gazlab yuboradi. O'shanga bir donadan bundoq karam berib, kuniga bir martadan berib, 2 kunda 2 marta, 5 kunda 5 ta mana shunaqangi berib o'rgatiladi. Mana shunaqangi sizga bir kun beriladi. 2 kundan keyin mana 2 ta beriladi. 3-kuni mana 3 ta beriladi. 4-kun ichi yaxshi bo'lsa, ichi o'tmasa 5 ta beriladi. 10-kungacha berib borilaveradi. 10 kunda 10 ta beriladi. Mana shunaqa 10 ta bersiz beraman.
kuniga o'rgatib. Bozordan olib kelgan quyonimga. Bundan keyin biz mana shundoqni 10 kun yeydi. Ichlari o'tmasa hammasi yaxshi bo'lsa, keyin og'ziga olib tashlab qo'yaveramiz. O'rgataveradi. O'rgatib olmaguncha qiyin. Bularni o'zi egasi ko'p o'choq berib yurganman dedi. Olib kelib tashlab qo'ydim. Asli uni o'rgatish kerak.